Oshna men futbolga bora olmas ekanman. Nimaga? Cho'ta onam yo dadam qovog'ini solib o'tiribdi. Uzurmang. Kamandaydi, 6-sani deyib, yo uzr oshna, men bora olmayman. To'yga bora olmas ekanman oshna. Nimaga? Onam ish buyurib qoldi. Bo'l tamom. Всё. Nima desa. Telefon qilib qoldi. Endi osh solgan joyida, ovqat solgan joyida telefon. Bolam kelib ketgan deyapti. Oshna uzr, men turdim, Alloh akbar. U solayotgan paytda emas, solib turgan joyida. Ona zarilmi, ota dada zarilmas. Bu mana ketyapti. Bo'l chetdaman. Men aytdim, unaqa edim. Yo'q. Bo'lmaydi u. O'tirish kerak, gaplashish kerak. Bor endi bolam ishingga deb duo qilsa, ana turing. Inshaalloh ishingiz ana yugurib boradi. Nimaga? Chunki mana masalan, manuni tagida pul bo'lsa, moni tagida pulni olish uchun moni aniq olish kerak. Olmasdan pulni ola olmaysiz. Allohning roziligi, mana ota-onaning roziligini tagida turadi akalar. Tagida. Allohning roziligi kimga kerak emas? Kofirga kerak emas, fosiq johilga kerak emas. Iymoni bor musulmon borki, unga Allohning roziligi kerak. Allohning roziligini olayotsa, tepasida ota-onaning roziligi turibdi. Nima qiladi? Albatta ota-onani rozi qiladi, keyin ma'nun topadi. Ya'ni oddiy misol bu. Nimaga ota-onani Alloh o'zining roziligini ota-onaning roziligiga bog'lab qo'ygan akalar? Rozi qilish kerak. O'sha huma jannatuk aw naruk, ota-oning sani yo jannating yo do'zaxing degani shu. Ya'ni kimdir ota-onasi bilan o'ziga jannatni vojib qilib oladi, zo'r xizmatini qilib. Kimdir ota-onasini xafa qilib, norozi qilib, o'ziga do'zaxni vojib qilib oladi. Qorimi, mullami, imommi, hojimi, eshonmi, taqsirmi, g'orni ichida yashaydiganmi, farqi yo'q. Ota-ona rozi bo'ladi, undan Alloh rozi bo'ladi. Ikkita hadis. Bittasi Rasululloh ketayotganlarida qo'shilib olay deydi. Ikkinchisi u bola o'zi aytadi. Men o'zim ixtiyor bilan ketmoqchiman deydi. Shu ikkovida ham Rasululloh alayhisalom ota-oning bormi deydilar. Ha bor. Bittasi mushrik deydi. Bor, ota-oning unamayotgan bo'lsa borma deydi. Ota-oning bilan sen xizmatini qil, o'sha sen uchun jihod deydi. Payg'ambar aytadi bu gapni, xohlasa shu gapga ishonmagan Sahih Buxoriyda varaqlasin, ota-onaga yaxshilik qilish bobi bor, o'qisin. Shunday turibdi ota-onaga yaxshilik qilish bobida, boblarga bo'lingan.